ijod izdoshlari, bolalar muhim ansambli ishtirokchilarining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yiliga bag'ishlab tayyorlagan Sozing qo'limda, e'zozing dilimda nomli konsertiga barchalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringizni avvalambor yaqinlashib kelayotgan Konstitutsiya bayramimiz uchun munosabat bildirib tabrik etaman. Endi bu masalani men shu mana katta manbalarda ham aytganman. Qomusimiz bayrami bilan viloyat murabbiy jamg'armasi, uning rahbariyati 375 mingdan oshiq murabbiylarimiz nomidan samimiy muborakbod etaman. Muzikani sevmagan qalb, xazon bo'lgan yaproq, o'rnagan chalpoqda degan.